Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan har doim videoman Behruz va bugungi videomda men sizlarga bitta zo'r shorts yo'nalishini ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu yo'nalish orqali bemalol oyiga eng kamida minimalniy $1000 ishlasanglar bo'ladi, eng kamida. Короче, yo'nalish kelsak videoni umuman cho'zib o'tirmayman. Dangal aytaman. Yo'nalishimiz ranking yo'nalishi. Ko'rgan bo'lishinglar ham mumkin. Ranking yo'nalishi mana shunaqa videolar qilinadi. Mana o'z kanallarda ko'rsataman sizlarga. Masalan, mana shu kanal 147 mingta obunachisi bor, 20 ta video bilan atigi. Eng mashhur videolarga keladigan bo'lsak, 62 million prosmotr va bu video nima haqida desanglar, ranking worst light fails moments degan. Короче, rank bo'ladi. Rank nimaligini bilsanglar kerak. Ranking degani taxlashda, masalan, 7 ta video qilib qo'ygan. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta video bor bu shorts ichida, kulgili. Shularda ranking qilib qo'ygan, masalan. 7-si kulgili emas, 6-si sal kulgili, 5-si 6-siga qaraganda kulgiliroq, 1-si esa eng kulgili. Короче, taxlaganda ketma-ket eng kulgilisini birinchi o'ringa qilib qo'ygan. O'shanaqa qilgan, ranking qilganda eng yomon slide fail moments ekan bu. Короче, odamlar ana shunaqa slide bor-ku, mana shunaqa narsadan tushadi-yu. Mana shunaqa tushgandagi yiqilib tushgan momentlarni eng kulgililari ekanda bu. Shunaqa video. Bu videosi 62 million prosmotr. Mana busi 38 million, 25 million, 18 million. 16 million, 11 million qaranglar, prosmotr juda ham zo'r. Masalan, mana bu videosini 5 million prosmotr bo'lgan. Ranking top 7 ta falling degan, короче. 7 ta eng kulgili yiqilishlarni videolari bu, короче. Bu videolar qayerdan olinadi masalan? 7 ta video deyapman, qaranglar. Masalan, 7-videoni ko'ramiz. Samsung Z Flip deb yozgan. Mana. Nimaga Samsung Z Flip deb yozgan? Bilasizlarmi? Samsungni bilasizlar, yangi telefoni chiqqan Samsung Z Flip degan. Ya'ni nima desam, hozir ko'rsataman. Mana bunaqa telefonda bu. Короче, mana bunaqa. Ekrani bor-ku, buklanadigan telefonda. Bu videoning ma'nosi ham mana 7-videoning ma'nosi Samsung Z Flip deb yozib qo'ygan. Bu degani mana qaranglar. Mana bu uji yiqilyapti-yu, mana yiqilyapti uchayotgan payti. Ana unaqa bo'lib, boyagi telefonga o'xshab buklanib qolyapti-da. Shunga kulgili deb Samsung Z Flip deb nom bergan 7-videoga. Mana ko'rdinglarmi? Bro start crying dedi. Ana bu brat yig'lashni boshlabdi mana. Mana shunaqa bo'lgandan keyin, mana yiqilib tushgandan keyin. Mana. Bomboklat faul degan mana. Bir qanaqadir yiqilish, короче, mana. Mana. Kulgili videolarda mana bu videolar qaranglar, o'zi qisqa 7 ta videoni olganda bitta shorts qilib qo'ygan. Bu videolarni qayerda oladi desanglar, bu TikTokda olinadi do'stlar. TikTokda shunday oladida, bularga nom beradi mana. Taxlaydi. Eng kulgilisini 1-o'ringa, 2-o'rin, 3-o'rin, 7-o'ringacha taxlaydi. O'zi 7 ta bo'lishi shart emas, 5 ta bo'lsa ham yetadi. Shunaqa taxlagandan keyin mana ularga nom berib chiqadi. Mana shunaqa. Bular nomni qayerdan olaman yo topishga qiynalsanglar, masalan, TikTokka kirasizlar va cho'tki kulgili videoni topib olasizlar-yu. Kommentariyasiga kiringlar, shunday eng ko'p like yegan kommentariyalarni nima qilinglar? Tarjima qilib ko'ringlar o'zbekchaga. O'shalar yoqsa shularga qo'yaverasizlar bemalol. Mana shu 4-dishdagi kommentariyada yozilgan fikrni qo'yib qo'yasizlar. O'zi kommentariya yozishadi odamlar, ko'rasizlar. Shunday qilib turib, mana shunaqa qilib ranking qilsalar bo'ladi mana. Juda ham oson yo'nalish do'stlar. Bu yo'nalishimiz shunaqa. Короче, mana bunda yana bitta kanal, 12 ta video bilan 27 mingta obunachi, mana 34 million, 11 million, 2 million prosmotr olgan mana. Ko'ryapsizlar? Masalan, mana bu kanal 24 mingta obunachi, 30 ta video. Bitta videosi uchib bergan qaranglar. Boshqa videosi 100 ming, 95 ming, 90 ming, 57 ming, lekin bitta videosi 28 million prosmotr. Bu videosi ranking funniest exploding basketball degani, kulgili basketbolda bo'lgan kulgili vaziyatlar. Короче, odamlar nimaga ko'radi oxirigacha mana shu videolarni kulgilida masalan. Odamlar kutadi masalan. Bu ikkidan boshlayapti qaranglar. Ikkinchi videoni ko'rsatyapti ikkinchi o'rindagi. Ikkinchi o'rindagi videosi bu bilan kulgili ekan deydi. Keyin asta-sekin mana 3-videoni ko'rsatadi keyin. 3-videoni ko'rasizlar, o'q bilan kulgili ekan. Keyin 5-videoni ko'rasizlar. Bu ham kulgili ekan deydi. Keyin 4-videoni ko'rsatadi qaranglar. Ay, birinchini ko'rsatar ekan qaranglar. Sizlar bu yerda birinchini ko'rsatmanglar. Короче, eng kulgili videosi odamlar miyasida bir nimasi bor-da, eng kulgili videosi birinchi o'rinda bo'lsa,
asta-sekin sizlar boshlaysizlar. Masalan, 5-videodan 1-gacha olib chiqasizlar-yu, odamlar baribir 1-videoni ko'radi-yu, eng kulgili videosi qanaqa ekan deb qiziqib. O'shanaqa taktika qo'llanadi-da bu yerda. Shuning uchun ham prosmotrlar juda ham zo'r bu yo'nalishni. Yo'nalishimiz короче shunaqa do'stlar. Montajiga kelsak juda ham oson. Просто tak nomerlarni yozasizlar, ustiga nom berasizlar, juda ham oson. Bu yo'nalishlar monetizatsiyaga yo'nadi. 90% holatda monetizatsiya yo'nadi, 10% holatda ba'zi bir kanallar monetizatsiyaga ulanmaydi. Qayta ishlatilgan kontent deb отказ keladi, monetizatsiyalaring endi apellyatsiya bersalar yonishlari mumkin, yonmasligi ham ehtimoli katta apellyatsiyadan keyin. Monetizatsiyasi yonmagan kanallarda musiqa orqali ham pul ishlasa bo'ladi bu yo'nalishlardan. Musiqa orqali. U boshqa tema umuman. Uni masalan qiziqsanglar, agar kommentariy yozib, juda ham ko'p odam qiziqadigan bo'lsa, men video qilib chiqaraman agar xohlasanglar. Lekin u boshqa tema, musiqa orqali pul ishlash. Короче, akalar, bugun shu haqida edi. Oddiy short yo'nalish juda ham proseslarga boy va juda ham oson yo'nalish do'stlar. Ko'rsatib o'tdim. Hammaga rahmat, hammaga omad.